Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Yana bir bor sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Afsuski Osiyo futboli ishlari ko'payib qur'a haqida videorolik qila olmadim, lekin endi imkoniyat bor. Xabaringiz bor, 2026-yil 5-dekabr sanasida O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatidagi raqiblarini bilib oladi. O'zbekiston terma jamoasi 3-savatchadan joy olgan. Bizga 1-, 2- va 4-savatchadagi jamoalar raqib bo'ladi. Demak, men o'zim xohlagan bo'lardim va o'zimni kichkinagina prognozim, taxminim shundayki, 1-savatchadan Portugaliya tushadi bizning guruhimizga, 2-savatchadan Ekvador tushadi Amerika qit'asi va 4-savatchadan Gana jamoasi o'rin egallaydi. Ya'ni jahon chempionatida Portugaliya, Ekvador, O'zbekiston va Gana terma jamoalari D yoki E guruhidan o'rin egallaydi. Xo'sh, sizning taxminingiz qaysi jamoalar O'zbekiston bilan raqib bo'lishadi? Albatta izohlarga fikrlaringizni yozib qoldiring.